Davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlari, harbiy xizmatchilari tomonidan tovar moddiy boyliklarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish yo'nalishida bojxona idoralari xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Xususan, Volgograd-Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan poyezd Qoraqalpog'iston temir yo'l xalqaro o'tkazish punktida tekshirildi. Vagonni tepa qismiga ventilator shaxtasiga siz yashirdingizmi? Men yashadim. Sizgami? Bo'ldi, tushungan. Bormi qandaydir hujjati, sertifikati, deklaratsiya yozdingizmi? Deklaratsiyaga yozmadim. Aybingiz tanilmasligi. Yashaganingizda. Natijada 7-vagon kuzatuvchisi bo'lgan Samarqand shahrida yashovchi 1981-yilda tug'ilgan shaxs tomonidan vagonning havo aylantirish shaxtasiga yashirib qo'yilgan taxminan 913 million so'mlik 30 turdagi 2742 dona stomatologik buyumlar, implantlar va uskunalar borligi aniqlanib, rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, poyezdning 12-vagonida ham shunga o'xshash holat aniqlanib, vagon kuzatuvchisi bo'lgan Toshkent shahrida yashovchi 1976-yilda tug'ilgan fuqaro tomonidan bojxona ko'rigidan yashirin ravishda olib kirilgan taxminan 1,5 milliard so'mlik 12 turdagi jami 894 dona dori vositalari hamda tibbiy anjomlar ashyoviy dalil sifatida olindi. Ma'lum bo'lishicha, vagon kuzatuvchilari moddiy manfaatdorlik evaziga tibbiy buyum va dori vositalarini Toshkent shahriga yetkazib berishlari kerak bo'lgan. Hozirda surishtiruv ishlari olib borilmoqda.